Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar uchun mobil tariflar, Ucell, Belini va Mobiuzda qanday imkoniyatlar bor? Nimaga e'tibor berish kerak? Qaysi joylarda odamlar ko'p adashadi va qanday qilib ortiqcha pul sarflamasdan o'zingizga yoki ota-onangizga eng to'g'ri tarifni tanlash mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, qarindoshi yoki qo'shnisiga mobil aloqa bo'yicha yordam beradigan har bir odam uchun juda muhim. Chunki noto'g'ri tarif tanlansa, odam oyiga 10 ming emas, 50 ming, balki 10 ming, hatto undan ham ko'proq ortiqcha pul yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ayniqsa katta yoshdagilar uchun juda kerak. Avvallari ko'pchilik pensionerlar telefonni faqat qo'ng'iroq qilish uchun ishlatardi. Masalan, farzandiga qo'ng'iroq qiladi, nevarasidan xabar oladi. Mahalladagi tanishiga gaplashadi, ba'zan SMS yuboradi. Internet degan narsa ko'p pensionerlar uchun unchalik muhim emas edi. Shuning uchun eski tariflarda asosiy e'tibor daqiqalarga, ya'ni qo'ng'iroqlarga qaratilgan bo'lardi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Bugun ko'p pensionerlar ham Telegram ishlatadi. Video qo'ng'iroq qiladi, bank alovat tushganini tekshiradi, kommunal to'lovlarni ko'radi, shifokor bilan yozishadi. Davlat xizmatlari bo'yicha SMS yoki ilova orqali xabar oladi. Ba'zilari YouTube ko'radi, dori-darmon haqida ma'lumot izlaydi, ob-havo qaraydi. Demak, bugungi kunda pensioner uchun tarif tanlash faqat nechta daqiqa bor degan savol emas. Endi savol bunday: oyiga qancha qo'ng'iroq qiladi, qancha internet ishlatadi, qaysi operator abonentlariga ko'proq qo'ng'iroq qiladi, uyida Wi-Fi bormi, telefoni oddiy tugmali telefonmi yoki smartfonmi, avtomatik xizmatlar ulanib qolmaganmi? Mana shu joyda ko'p odam xato qiladi. Masalan, kimdir pensioner bo'lsa, eng arzon tarif yetadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar pensioner har kuni Telegramda video ko'rsa yoki nevaralari bilan video qo'ng'iroq qilsa, eng arzon tarif bir necha kunda tugaydi va keyin har bir megabayt uchun alohida pul ketadi. Natijada arzon deb olingan tarif oy oxirida qimmatga tushadi. Yana kimdir aksincha juda katta internetga tarif ulab qo'yadi, lekin odam telefonni faqat qo'ng'iroq uchun ishlatadi. Bu holatda ham pul bekorga ketadi. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim olmasligi mumkin? Men birinchi navbatda shuni aytaman. Ucell, Belini va Mobiuzda tariflar tez-tez yangilanib turadi. Ba'zi tariflar yangi ulanish uchun ochiq bo'ladi. Ba'zilari faqat eski abonentlarda qoladi. Ba'zi aksiyalar vaqtinchalik bo'ladi. Shuning uchun har doim eng oxirgi narx va shartlarni operatorning rasmiy sayti, mobil ilovasi, kal markazi yoki ofisidan tekshirish kerak. Lekin tarif tanlashning asosiy mantiqi o'zgarmaydi. Men sizga aynan shu mantiqni tushuntiraman. Birinchi savol: pensioner telefonni qanday ishlatadi? Agar odamda oddiy tugmali telefon bo'lsa, internet deyarli kerak emas. Bunday odam uchun asosiy narsa: abonent to'lovi past bo'lsin, tarmoq ichida qo'ng'iroqlar arzon bo'lsin, boshqa operatorlarga daqiqalar yetarli bo'lsin, keraksiz internet paketlari uchun pul ketmasin. Masalan, otaxon oyiga 25-30 marta farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Har safar 3-5 daqiqa gaplashadi. Jami 1-5 daqiqa atrofida bo'ladi. Bunday odamga 10-20 giga internetli katta tarif kerak emas. Unga oddiy past to'lovli, daqiqasi qulay tarif foydaliroq. Ikkinchi holat: pensioner smartfon ishlatadi, lekin internetni juda kam ishlatadi. Masalan, Telegramda faqat xabar o'qiydi, rasm ko'radi, ba'zan ovozli xabar yuboradi. Bunday odamga oyiga 1-3 giga internet yetishi mumkin. Lekin bu yerda muhim narsa bor: telefonning o'zi ham internet yeydi. Yangilanishlar, ilovalar, reklama, ob-havo widjeti, WhatsApp yoki Telegramdagi rasmlar avtomatik yuklanishi internetni tez tugatadi. Agar telefon sozlanmagan bo'lsa, pensioner hech narsa qilmagandek ko'rinadi, lekin 2 giga internet bir necha kunda tugab qoladi. Shuning uchun tarif tanlash bilan birga telefon sozlanmalarini ham tekshirish kerak. Uchinchi holat: pensioner internetdan faol foydalanadi. Masalan, har kuni YouTube ko'radi, Telegramda videolar ochadi. Nevaralari bilan video qo'ng'iroq qiladi, bank ilovalaridan foydalanadi. Bunday odamga faqat arzon tarif emas, barqaror internetli tarif kerak. Aks holda tarifdagi internet tugaydi va keyin balansdan pul yechila boshlaydi. Ba'zan odamlar balansim bor edi, o'zi yo'q bo'lib qoldi deyishadi. Ko'pincha pul yo'qolmaydi. internet tarifdan tashqari narxda ishlagan bo'ladi yoki qo'shimcha xizmat ulangan bo'ladi. Keling,
Real misollar bilan ko'raylik. Birinchi misol. Ona 6-8 yoshda smartfoni bor, lekin internetni faqat Telegram xabarlari uchun ishlatadi. Uyda Wi-Fi bor. Ujal, belni yoki mobilyuzdan qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, unga juda katta internetli tarif shart emas. Asosiy shart. Uyda Wi-Fi avtomatik ulanib tursin, mobil internet faqat ko'chaga chiqqanda ishlasin, Telegramda video va rasm avtomatik yuklanishi cheklansin. Shunda kichik internet paketi ham yetadi. Ikkinchi misol, ota 7 yoshda qishloqda yashaydi. Uyda Wi-Fi yo'q, lekin har kuni YouTube ko'radi. U men faqat yangilik ko'raman deydi. Lekin YouTube internetni juda tez ishlatadi. 1 soat video ko'rish sifatiga qarab yuzlab megabaytdan bir necha gigabaytgacha internet sarflashi mumkin. Agar ota kuniga 1 soat video ko'rsa, oyiga katta internet kerak bo'ladi. Bunday holatda eng arzon tarif foyda bermaydi. Ujel, belini yoki mobilyuzdan qaysi biri qishloqda yaxshi ushlasa, o'sha operatorning interneti ko'proq bo'lgan tarifini ko'rish kerak. Uchinchi misol, bu faqat qo'ng'iroq qiladi, lekin barcha farzandlari boshqa operatorlarda. Bitta farzandi Uchelda, bittasi belinida, bittasi mobilyuzda. Agar tarif faqat tarmoq ichida arzon bo'lsa, boshqa operatorlarga qo'ng'iroq qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun bunday odamga barcha yo'nalishlarga daqiqalar beradigan tarif kerak bo'ladi. Faqat operator ichida bepul degan yozuvga aldanmaslik kerak. Eng muhim savol, boshqa operatorlarga nechta daqiqa beriladi? 4-misol. Pensioner har oy balansiga 20 ming so'm tashlaydi, lekin oy oxirigacha yetmaydi. Tekshirib ko'rilsa, unda eski tarif qo'shimcha obuna, pullik kontent, ohang xizmati yoki internet tarifdan tashqari narxda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan muammo. Odam o'zi hech narsa ulamaganini aytadi, lekin telefonni kimdir ishlatgan, reklama havolasiga bosilgan, eski xizmat avtomatik qolgan yoki tarif shartlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, avval xarajat tafsilotini ko'ring, keyin tarifni almashtiring. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, oyga qancha pul ketayotganini bilmaydiganlar. Ikkinchidan, balans tez tugab qolayotganlar. Uchinchidan, eski tarifda yurganlar. To'rtinchidan, smartfon ishlatib, internet nazoratsiz yo'qilganlar. Beshinchidan, ota-onasining telefoniga kimdir ilova o'rnatib bergan, lekin sozlamalarni tekshirmaganlar. Oltinchidan, pensiya kuni balans to'ldirilib, bir necha kundan keyin yana pul so'raydigan holatlar bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning tarifi aniq bo'lsa, oyga qancha to'lashi ma'lum bo'lsa, paket yetib tursa, qo'shimcha xizmatlar yo'q bo'lsa, internet nazorat ostida bo'lsa va aloqa sifati yaxshi bo'lsa, har oy tarif almashtirish shart emas. Ba'zida odamlar yangi tarif chiqibdi deb darrov o'tib ketadi. Keyin eski sharoiti yaxshiroq bo'lganini tushunadi. Shuning uchun tarif almashtirishdan oldin eski tarifdagi daqiqa, internet, SMS, abonent to'lovi, boshqa operatorlarga narx, tarifdan tashqari narxlarni solishtirish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensionerlar uchun degan nom har doim ham eng arzon degani emas. Ba'zi maxsus tariflar yoki imtiyozli takliflar aniq hujjat talab qilishi mumkin. Ba'zilari faqat ma'lum yoshdagilar yoki ma'lum toifadagi abonentlar uchun bo'ladi. Ba'zilari esa umumiy tarif bo'lib, pensionerlar uchun qulay bo'lgani sababli odamlar shunday ataydi. Shuning uchun operator ofisiga borganda pensionerlar uchun eng arzon tarif bormi deb umumiy so'rash yetarli emas. To'g'ri savol bunday bo'lishi kerak. Mening oyiga shuncha daqiqa va shuncha internet ehtiyojim bor. Men pensionerman. Menga hujjat asosida imtiyozli tarif bormi? Bo'lsa shartlari qanday? Ikkinchi nozik jihat, abonent to'lovi qachon yechiladi? Ba'zi tariflarda to'lov har oy bir kunda yechiladi, ba'zilarida 30 kunda. Ba'zilarida kunlik hisob bo'lishi mumkin. Agar balansda yetarli pul bo'lmasa, paketlar to'liq berilmasligi yoki tarif boshqa shartlarda ishlashi mumkin. Masalan, abonent to'lovi 30 ming so'm, balansda esa 25 ming so'm bo'lsa, odam men pul tashlagan edim deydi, lekin tarif to'liq faollashmaydi. Keyin qo'ng'iroq va internet alohida narxda ketishi mumkin. Shuning uchun tarif to'lovi yechiladigan kunda balans yetarli bo'lishi juda muhim. Uchinchi nozik jihat. Internet tugagandan keyin nima bo'ladi? Bu savolni albatta berish kerak. Internet tugasa tezlik pasayadimi? Qo'shimcha paket avtomatik ulanadimi yoki har megabayt uchun balansdan pul ketadimi? Aynan shu joyda eng ko'p xarajat chiqadi. Pensioner YouTube ochadi, internet paketi tugaganini bilmaydi, balansdan pul ketaveradi. Keyin operator pulimni olib qo'ydi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi.
Aslida tarif shartlarida bu yozilgan bo'ladi, lekin oddiy odam o'qimagan bo'ladi. 4-chi nozik jihat ilovalar avtomatik yangilanishi. Smartfonlarda Play Market yoki App Store ilovalarini mobil internet orqali yangilashi mumkin. Bitta yangilanish 100 mega, 300 mega, hatto 1 giga bo'lishi mumkin. Agar bir nechta ilova yangilansa, kichik internet paketi bir kunda tugaydi. Shuning uchun pensioner telefonida ilovalarni faqat Wi-Fi orqali yangilash sozlamasini yoqish kerak. 5-chi nozik jihat Telegram, WhatsApp va boshqa messenjerlarda media avtomatik yuklanishi. Guruhlarda video, rasm, ovozli xabarlar ko'p bo'ladi. Pensionni o'zi ochmagandek bo'lsa ham, ilova ularni oldindan yuklab olishi mumkin. Ayniqsa qarindoshlar guruhida har kuni video yuborilsa, internet tez tugaydi. Buni cheklash juda zarur. Telegram sozlamalarida mobil internet orqali avtomatik yuklashni o'chirib qo'yish mumkin. 6-chi nozik jihat qamrov. Eng arzon tarif ham, eng katta internet ham foydasiz agar uyda tarmoq yaxshi ushlamasa. Masalan, bir mahallada beylini yaxshi ishlashi mumkin. Boshqa joyda uzel kuchliroq bo'lishi mumkin. 3-joyda Mobius barqarorroq bo'lishi mumkin. Pensioner uyda ko'proq bo'lsa, operatorning aynan uy, hovli, ish joyi. Poliklinika yoki bozordagi qamrov bo'yicha tanlash kerak. Faqat reklama yoki qo'shnining gapiga qarab tanlash yetarli emas. Eng yaxshi tekshiruv o'sha operator sim kartasini uyda sinab ko'rish. 7-chi nozik jihat. Sim karta kimning nomida? Ko'p katta yoshdagilarning sim kartasi farzandi, qarindoshi yoki boshqa odam nomida bo'ladi. Bu keyinchalik muammo keltiradi. Tarif almashtirish, sim kartani tiklash, yo'qolgan telefon bo'yicha murojaat qilish, ayrim xizmatlarni o'chirish uchun pasport egasi kerak bo'lishi mumkin. Agar sim karta pensionerning o'ziga kerak bo'lsa, imkon qadar rasmiy egasi masalasini tartibga keltirish kerak. 8-chi nozik jihat. Bank SMS'lari va muhim xabarlar. Ba'zi odamlar tarif almashtirganda SMS kelmay qoldi deb o'ylaydi. Aslida muammo tarifda emas. Telefon xotirasi to'lgan raqam bankka noto'g'ri ulangan yoki sim karta eski bo'lishi mumkin. Lekin pensionerlar uchun SMS juda muhim. Pensiya tushgani, kartadan pul yechilgani, to'lovlar haqida xabar keladi. Shuning uchun tarif tanlashda SMS ham butunlay ahamiyatsiz emas. Agar odam bank SMS'lariga tayanadigan bo'lsa, raqam faol, balans yetarli va telefon so'z bo'lishi kerak. 9-chi nozik jihat qo'shimcha xizmatlar. Ohang, obuna, yangiliklar, o'yinlar, kontent xizmatlari, pullik SMS servislar. Cheks deb ataladigan lekin sharti bor xizmatlar balansni kamaytirishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam o'yiga tarif uchun 300 ming to'layapman deb o'ylaydi. Lekin yana 10-15 ming so'm turli mayda xizmatlarga ketadi. Shuning uchun eng birinchi ish barcha pullik xizmatlar ro'yxatini tekshirish va keraksizlarni o'chirish. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi bir oyda telefon qanday ishlatilganini aniqlang. Buning uchun operator ilovasiga kiring yoki ofisga boring. Ujel, Beylin va Mobius'ning har birida abonent kabineti yoki mobil ilova orqali xarajatlar, paket qoldig'i, tarifnomi, qo'shimcha xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi yordam berish kerak. Lekin parol va SMS kodlarini begona odamlarga bermaslik kerak. Ikkinchi qadam, quyidagi ma'lumotlarni yozib oling. Tarifnoma qanday? Oyga qancha abonent to'lovi yechiladi? Paketda nechta daqiqa bor? Boshqa operatorlarga daqiqalar bormi? Internet qancha? Internet tugasa nima bo'ladi? SMS kerakmi? Qo'shimcha xizmatlar ulanganmi? Bir oyda real xarajat qancha bo'lgan? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, tarif tanlash ko'rona bo'ladi. 3-qadam, ehtiyojni hisoblang. Masalan, pensioner kuniga o'rtacha 10 daqiqa gaplashsa, oyga 300 daqiqa kerak bo'ladi. Agar kuniga 20 daqiqa gaplashsa, oyga 600 daqiqa kerak. Agar internet faqat Telegram xabarlari uchun bo'lsa, kichik paket yetishi mumkin. Agar har kuni video ko'rilsa, katta paket kerak bo'ladi. Agar uyda Wi-Fi bo'lsa, mobil internet ehtiyoji ancha kamayadi. Agar Wi-Fi bo'lmasa, tarifdagi internet juda muhim bo'ladi. 4-qadam, operatorni qamrov bo'yicha tanlang. Ucell, Beylin va Mobius'ni faqat narx bo'yicha solishtirmang. Pensioner yashaydigan joyda qaysi biri yaxshi ishlaydi? Uy ichida signal bormi? Qo'ng'iroq uzilib qolmaydimi? Internet 4G da ishlaydimi yoki faqat sekin tarmoqmi? Agar pensioner qishloqda yashasa, bu savol ayniqsa muhim. Ba'zan 5000 so'm arzon tarif tanlab. Lekin aloqa yomonligi sababli odam har kuni qiynaladi. Bu yaxshi tanlov emas. 5-qadam, operator ofisiga borganingizda hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi.
agar maxsus imtiyozli tarif bo'lsa, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Hamma operatorlarda shart bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin kol markaziga qo'ng'iroq qilib, aynan qaysi hujjat kerakligini so'rang. Agar sim karta boshqa odam nomida bo'lsa, rasmiy egasi masalasi ham oldindan aniqlashtirilsin. 6-qadam, ofisda aniq savollar bering. Eng yaxshi tarif qaysi deb so'ramang. Chunki eng yaxshi tarif hammaga bir xil bo'lmaydi. Buning o'rniga bunday deng. Men pensionerman, oyga taxminan 300 daqiqa gaplashaman. Internetdan faqat Telegram uchun foydalanaman. Menga eng past xarajatli tarif kerak. Internet tugasa pul yechilmasligi uchun qanday so'zlash mumkin? Yoki otam YouTube ko'radi, uyda Wi-Fi yo'q. Oyga internet ko'proq kerak. Qaysi tarifda internet tugagandan keyingi shartlar eng qulay? Shunday savol berilsa, xodim ham aniqroq javob beradi. 7-qadam, tarifni almashtirgandan keyin darhol tekshiring. Paketlar berildimi? Abonent to'lovi yechildimi? Qo'shimcha xizmatlar o'chirilganmi? Internet ishlayaptimi? Qo'ng'iroq qilinyaptimi? Buni ofisdan chiqmasdan oldin tekshirish yaxshi. Chunki keyin uyga borib muammo chiqsa, yana qaytishga to'g'ri keladi. 8-qadam, telefon so'zlamalarini tartibga keltiring. Mobil internetni doimiy yo'qib qo'yish shart emas. Agar pensioner internet ishlatmasa, mobil internetni o'chirib qo'yish mumkin. Ilovalar yangilanishini faqat Wi-Fi orqali qiling. Telegramda avtomatik video yuklashni cheklang. YouTube sifatini juda yuqori qilib qo'ymang. Telefon xotirasini tozalab turing. Begona havollarga bosmaslikni tushuntiring. Sovrin yutdingiz, pul beriladi, kartangiz bloklandi kabi xabarlarga ishonmaslik kerak. 9-qadam, har oy bir marta nazorat qiling. Bu juda qiyin ish emas. Oy boshida balans qancha, tarif to'lovi qachon, paket qoldig'i qancha, keraksiz xizmat ulanganmi, shuni tekshirib qo'ying. Ayniqsa ota-onangiz yoki buvingizz bobongiz yolg'iz yashasa, ularning raqamini e'tiborsiz qoldirmang. Telefon bugun faqat aloqa vositasi emas, bank, pensiya, shifokor, qarindoshlar bilan bog'lanish vositasi hamdir. 10-qadam, tarifni faqat reklama bo'yicha tanlamang. Reklamada ko'p internet, qulay daqiqalar, maxsus taklif deyiladi, lekin pastda shartlar bo'ladi. Masalan, internetning bir qismi faqat tungi vaqtga berilishi mumkin. Ba'zi daqiqalar faqat tarmoq ichida bo'lishi mumkin. Aksiya faqat birinchi oy amal qilishi mumkin. Keyin narx o'zgarishi mumkin. Shuning uchun menga oyga yakuniy qancha tushadi degan savolni doim bering. Men yana bir muhim maslahat beraman. Agar pensionerning xarajati doim oshib ketsa, balansga katta pul tashlamang. Avval sababni toping. Masalan, balansga 20 ming so'm tashlab qo'ysangiz, internet tarifdan tashqari ishlasa yoki pullik xizmatlar ulangan bo'lsa, pul tez ketishi mumkin. Buning o'rniga tarifni to'g'ri sozlang, keraksiz xizmatlarni o'chiring, internet cheklovlarini qo'ying, keyin balansni to'ldiring. Endi 3 ta operatorni umumiy yondashuv bo'yicha solishtirib tushuntiraman. Men bu yerda aniq narxlarni qat'iy aytmayman, chunki ular o'zgarishi mumkin. Lekin tanlash mezonlari aniq. Ujalni tanlayotganda avvalo siz yashaydigan joyda signal qanday ekanini tekshiring. Agar uchal yaxshi ushlansa va qarindoshlarning ko'pi uchalda bo'lsa, tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar qulay bo'lishi mumkin. Lekin boshqa operatorlarga qo'ng'iroqlar ham hisobga olinishi kerak. Pensioner faqat uchal abonentlariga gaplashadimi yoki hamma operatorlarga qo'ng'iroq qiladimi? Shu muhim. Belgini ko'rayotganda ham xuddi shu savollar: uyda signal bormi, internet barqarormi? Tarifdagi daqiqalar qaysi yo'nalishga berilgan? Internet tugagandan keyingi shart qanday? Qo'shimcha xizmatlar avtomatik ulanmaydimi? Belni foydalanuvchilari ko'p bo'lgan oilalarda tarmoq ichidagi qulaylik foyda berishi mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil degani emas. Mobiuz bo'yicha ham eng asosiy narsa qamrov, tarif shartlari va ehtiyoj mosligi. Ba'zi hududlarda mobiuz juda qulay bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda boshqa operator kuchliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, operator nomiga emas, real ishlashiga qarang. Pensioner uchun aloqa ishonchli bo'lishi birinchi o'rinda turadi. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, pensioner uchun eng yaxshi mobil tarif eng arzon tarif emas, balki odamning haqiqiy ehtiyojiga mos tarifdir. Kimdir faqat qo'ng'iroq qiladi, kimdir Telegram ishlatadi, kimdir uyda Wi-Fi ga ulanadi, kimdir qishloqda mobil internetga tayanadi. Shuning uchun Ucell, Belin va Mobius tariflarini tanlashda birinchi navbatda foydalanish odatini, qamrovni, daqiqalar yo'nalishini, internet hajmini, tarifdan tashqari narxlarni va qo'shimcha xizmatlarni tekshirish kerak.
eng to'g'ri yo'l. Avval bir oylik xarajatni ko'ring, keyin ehtiyojni hisoblang, keyin operator shartlarini solishtiring. Keyin hujjatlar bilan rasmiy ofis yoki ilova orqali tarifni tartibli almashtiring. Shunda ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz ortiqcha pul sarflamaydi, aloqa uzilmaydi, internet nazoratda bo'ladi va har oy pul qayerga ketdi degan muammo qolmaydi. Siz qaysi operatordan foydalanasiz? Ujel, Belin yoki Mobius pensionerlar uchun qaysi tarif sizga qulay bo'lyapti, qaysi joyda muammo ko'ryapsiz? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oylarda real pulni tejab qolishi mumkin.